Xo'p, hurmatli darsliklar, navbatdagi qismimizni boshladik. Demak, bundan oldingi darsimizda sizlar bilan tanishtirib o'tgan edim. Meniki widjetlarni, pullik, bepul tariflarni haqida ma'lumot berib o'tgandik. Mana bu ekranimiz haqida ham ma'lumot berib o'tgan edik. Demak, bu home page'imiz. Mana telefonimizning umumiy ko'rinishi, hurmatli darsuvchilar. Xo'sh, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, bizga qanaqa funksiyalari bor. Demak, bu biza bosib turganimiz widget plate, ya'ni widjetlar nimasi bo'limi. Keyingisi page selector, ya'ni biza bu yerdan bitta ustiga bosib kiradigan bo'lsak, mana papkamiz bor, page degan papkamiz va page degan papkamiz ustiga bitta home page degan nimamiz turibdi, faylimiz turibdi, page'imiz turibdi. Hop, mana bu yerdan plus tugmasini bosib olib, xohlagancha nima ochish mumkin, yangi page ochish mumkin, yangi listani ochish mumkin, yangi sahifalarni. Mana shu joydan qiladi bu narsa. Mana bu yerdan komponentlarni ochib qo'yish mumkin, mana ko'rishingiz mumkin, komponent va hokazo, hokazo. Demak, keyingi bölümümüz bizga hurmatli dars o'quvchilar, bu tanasi widjetlar strukturasining ko'rinishi. Biza mana bu home page'imiz katta divimiz bo'lgan bo'lsa, mana bu yonidagi plus tugmasini bosib olib, biza mana shu home page'ning ichiga nima ochishimiz kerak, nima qilib qo'yamiz, berishimiz mumkin ekan. Atak bu yerdan ham qilsak bo'ladi, mana bu yerdan ham, lekin bu yerdan ham qilsak anchagina qulayroq. Yana qanaqa funksiyalari bor desangizlar, demak, ochib olamiz bitta o'z bu qismini ham. Keyingisi Firestore database bo'lishimiz mumkin. Flutterflow yana bitta funksiyalardan biri. Biz loyihamizni database, ya'ni ma'lumotlar bazasidan ham ishlab ko'rsatishimiz mumkin. Bemalol hech qanday muammosiz ishlaydi. Men sizlarga bu darslarimiz davomida ko'rsatib o'taman, qanday qilish kerakligini. Xo'p, albatta ko'rsatib yursangiz bizani. Xo'p, sozlamalar bo'limida yana boshqa ishlarni ham qilib qo'yish mumkin. API call'lar bilan ishlashingiz mumkin. Hurmatli talabalar, add value'lar, keyingisi bizga data types, media assets va hokazo hokazo bizga yana cloud funksiyalarini ham ishlashi mumkin ekan. Demak, mana bu bizga widget treeni bosganimizdan so'ng home page yonidagi plus tugmasini bitta bo'lsak, bizga so'raydi shu home page ichiga nima o'chaydi. Ana endi bir boshdan sizlarga telefonda programma qilishimiz uchun kerak bo'ladigan strukturani aytib beraman. Xo'sh, hurmatli talabalar, biza yanaki widget ochmoqchi bo'lsak, mana shu yerdan xohlagan widgetni yoshlashingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Bir nechta widgetlar bor bu yerda. Xo'sh, YouTube widjetlarimiz bor, kalendar, audio, video va hokazo, hokazo widjetlarimiz bor. Masalan, kelib olib, rasm qo'ymoqchi bo'lsak, image degan widjet ustiga bitta bosamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Home pagening ichiga bizga nima qo'yib berdi? Image widjetimiz qo'yib berdi. Mana rasm. Oddiy rasmimiz qo'yib berdi. Rasmimizni katta kichik qilish mumkin. Ya'ni rasm ustiga bitta bosganimizdan so'ng eng tarafdan kelib borib, bu yoqqa with height bor. With degan joydan kelib borib 300 deb qo'ysa, mana ko'rishingiz mumkin, rasm endi katta bo'ldi. Height degan joydan 500 deb qo'ysa, mana ko'rishingiz mumkin, rasm balandligi ham katta bo'ldi. Tushundingmi? Agar agar xo'sh, uzunlikni ham cheksizlik belgisini bosib, balandlikni ham cheksizlik belgisini bossam, mana rasm mana nima bo'lib chiqdi? Kattagina rasm bo'lib chiqdi. Xo'sh. Ko'rishingiz mumkin, tepadan ham, pastdan ham ma'qul ozgina joy qo'lni ochig'i. Hop, bu nima uchun qilindi desangizlar, hurmatli dasturchilar, hurmatli youtuberlar. Xo'sh, buni asosiy funksiyasi o'chirib qo'yapman uni. Xo'sh, buni asosiy funksiyalardan biri, hurmatli dasturchilar, demak, xo'sh, pastki tarafni ochib qolgan joyini sababi, masalan, telefonimiz pastki qismiga yana oldinga, orqaga, o'rtaga degan tugmalari bor, shundaymi? O'sha uchun joy ochib qo'ygan. Ya'ni ertasidan yozayotgan ma'lumotlaring o'sha tugmalarni o'zini tushib qolmasin, ya'ni ko'rinmay qolmasin, xatolik chiqmasin degan maqsadda qilingan. Tepadagi ochiq turgan joyini vazifasi esa telefondagi kameramiz, soat, batareya quvvati, bildirishnomalar shu uchun joy ochib qo'yib ketgan. Tushunding, a? Man mana shu yerdan kelib olib, biz nima qilishimiz mumkin? O'sha o'lchamlarni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Masalan, bizga 200 turgan ham normalni 200 pikselga 200 piksel ko'rdik. Xo'sh, endi buni anavi border radius degan funksiya orqali nima qilishimiz mumkin? O'sha radiusini katta kichik qilishimiz mumkin. Masalan, kelib olib, 24 piksel qilib qo'ysam border radiusini, mana chetlari bizga nima bo'lib qoldi? Mana shunaqa shaklga keltirib qo'ydi. 24 emas 50 piksel deb qo'ysam, mana bunaqa chiqadi. Agar 50 emas 100 deb qo'ysam, aynan shakl chiqadi. Chunki nima uchun? 200 ga 200 bu kvadrat. Shuni yarmisi bizga nima bo'lar ekan bu? Agar berib qo'ysam border radiusga, bizga bu aylana shakl, doira shakl hosil bo'lar ekan, demak. Buni ham tushunib oldik, hurmatli dasturchilar.
Rasm qo'yishni bir necha xil usullari bor. Rasm ustiga bitta bosganimizdan so'ng yana pastga rasmni yo'lni qo'ygan internetdagi yo'lni. Biz ham Google'dan kelib bo'lib, masalan, arab kabob rasmini qo'ymoqchi bo'lsam, deylik, Google'dan images deb qo'yamiz. Mana bu yerda bir dunyo arab kaboblar bor masalan. Xo'p, xohlagan bitta solib qo'yishimiz mumkin. Masalan, deylik, mana shu. Rasmni olib qo'yishimiz uchun rasmni ustiga bitta sichqonchaning tugmasini bosamiz. Copy image address tugmasini bosib bo'lib, proyektga o'tib turib, mana bu yerga tashlaymiz. Mana bu endi birozgina vaqt so'ragan bo'lsa, mana bizga rasmni nima qilib berdi, qo'yib berdi. Bu birinchi usul edi va bu usulni ko'pchilik tavsiya bermayman, chunki rasm o'sha saytda o'chib ketsa, mana bu saytdan sizlarga ham rasmingiz ko'rinmaydi. Shuning uchun eng oson usul rasmni birinchi yuklab olamiz kompyuterimiz ichiga. Demak, rasm yuklab olishimiz uchun masalan, deylik, qaysi rasmni xohlagan rasm, masalan, shuni yuklab olishimiz kerak. Demak, bitta o'ng tugmasini bosib olamiz. Save image as. Hop, keyingi chiqadigan bo'limdan bizga yangi hurmatli talabalar rasmni so'raydi, qayerga saqlanib qilishimizni, downloadga saqlanib qo'yadi, albatta. Save bo'ldi. Endi o'tamiz. Rasmni bunaqasini qo'ymoqchi bo'lsak, kompyuter ichidan, demak, image type degan joydan assetni tanlaymiz. Mana bu upload image'ni tanlab turib, mana bu yerga rasmimizni tanlab qo'yamiz. Nima bo'ldi? Birozgina vaqt kutgan bo'lsa, bizga rasmimiz chiqadi. Rasm chiqmay qolishi ham mumkin, chunki internetdan muammo qolishi mumkin. Chunki rasmimiz qancha hajmi katta bo'lsa, shuncha rasmni chiqishi qiyinlashadi. Lekin bizga rasmlarni ko'rishimiz chiqdi. Bu rasm qo'yishni ikkinchi usuli edi, hurmatli dasturchilar. Xo'sh, rasmlar haqida ma'lumotlarni berib o'tdik. Padding degan funksiyasi ham bor. Rasmga bitta bosganimizdan so'ng, padding yonidagi mana bu tugmachani bitta bossak, rasmni harakatlantirishimiz mumkin. Tepadan masalan 100 berib qo'ysam, 100 piksel pastga tushadi. Chap tomondan, ya'ni biza hozir 100 berib qo'ysa, bu 100 piksel o'ngga qarab yuradi va hokazo hokazo. Pastdan tepaga ham surishimiz mumkin, o'ngdan chapga ham harakatlanishimiz mumkin ekan. Demak, bu bizga padding degan funksiyadan qilindi. Bu rasm widget haqida ma'lumotlar edi. Yana plus tugmasini bitta bosamiz, rasmni o'chirib, boshqa widgetlarni ham yo'lga kiritamiz, hurmatli dasturchilar. Demak, bu yerda bundan ham zo'rlari bor. Masalan, karusel, YouTube player, ikonkalar masalan bo'lishi mumkin. Google Maps'larni ishlashimiz mumkin. Sizlarni darslarimiz davomida progress barlar, barkod, mana QR kodlar, xo'sh, yana nimalar bu yerda? Pin kodlar, masalan, reyting, elektron imzo va hokazo. Demak, boshladik. Birinchi navbatda homepage ichiga har doim esingizdan chiqarmanglar. Birinchi konteyner ochamiz. Mana konteyner. Demak, biz loyihamizni qilishimiz kerak. Loyihamiz bilan ko'rinish mana shundan iborat bo'lsa, demak, qaranglar, orqa fonimiz oranjviy rangdan iborat, ya'ni sabzi rangdan. Buning uchun bitta konteyner ochib olganimizdan so'ng konteyner ustiga bitta bosamiz. Ekranimiz o'ng tarafdan kelib olib yana viz degan joydan cheksi belgisini, height degan joydan ham yana cheksi belgisini bosib olamiz. Mana katta ko'rindi bizga anaqamiz konteynerimiz. Boyagida yana tepadan ham pastdan joy qilib ketdi. Buni ham o'zi oldini olamiz. Fill color degan joydan bitta bosib tursak, mana bu yerda o'zimizga o'sha boyagi rang tanlaymiz. Masalan, qanaqa rang edi u? Oranjviy rang deb bo'lsam, endi oranjviy rang bizga mana shunaqa rang edi. Tanlab bo'lganimizdan so'ng qaraydigan bo'lsa, bizga buni to'liq egallab olishimiz kerak ekranni. Buning uchun mana tepadagi home page ustiga bitta bosasizlar. Bosganimizdan so'ng mana yana o'ng tarafga o'tib bo'lib, teparoqqa chiqadigan bo'lsangiz mana bunaqa bo'lib, mana save area degan joyga mana shu tugma yonib turibdi. Shuni o'chirib qo'yishingiz kerak. Bo'ldi. O'sha muammo hozirgi muammo nima qilindi? Hal etildi. Yana konteyner ustiga bitta bosamiz. Endi hech qachon home page ni yana kelib olib plyusini bosib turib, nima qilish mumkin emas? Boshqa elementni qo'yish mumkin emas. Ya'ni hech qachon Flutter Flow aytadiki, konteynerning ichiga yoki home pagening ichiga ikkita elementni ketmaga joylashtira olmaysan deydi. Xo'p, elementdan ketma-ket yonma-yon joylashtirishimiz uchun bizga kerak bo'lgan narsa bu, hurmatli dasturchilar, kolumn yoki row. Kolumn elementlarni ketma-ket joylashtiradi, takmada joylashtiradi. Row esa elementlarni ketma-ket joylashtirishdan iborat ekan, hurmatli dasturchilar. Tushunib bo'ldingmi? Demak, biz hozir qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu kolumn. Konteynerning ichiga kolumn ochamiz. Har doim shuni. Kolumn ichiga row ochish mumkin, lekin row ochib turib, keyin kolumn ochib bo'lmaydi. Tushundingmi?
Buning uchun birinchi kolumn ochib turib, keyin uning ichiga xohlagancha row, xohlagancha buttonlarni ochib qo'ysak bo'lar ekan. Demak, kolumnni bitta bosamiz. Mana bizga kolumn tanlandi. Demak, loyihamizga bizga rasm, yozuv, yana ham yozuv, keyin tugma edi. Demak, kelib turib biz birinchi rasm tanlaymiz. Mana rasm chiqdi. Yana ham kelib turib biz keyin yozuv tanlaymiz. Mana yozuvimiz ham chiqdi. Yana bitta yozuv olamiz, kelib olib va keyin bitta button. Bo'ldi. Ko'rdingizmi qanaqa qilish osonligini. Demak, kolumn ichiga tanlab qo'ydik bularni. Endi rasmni kelib olib shu logotip topishimiz kerak ekan. Qanaqadir fast foodga aloqador rasm. Xo'sh, Google'dan kelib olib fast food logo deb qo'yamiz. PNG formatda. Biror fast food logotipini olishimiz kerak. Masalan, qanaqa logotip? Bizning loyihamizga munosib, masalan, bo'lishi mumkin. Xo'sh, M-Lunchmi? M-Lunch ham zo'r ketadi. Keyin boshqa logotip qo'yaylik. Buchi. Mana shu logotipni o'qib qo'ysak ham bo'lar ekan. Demak, bitta bosib turib, copy image adresini tanlab olishimiz kerak. Keyin proyektimizga o'tib turib, rasm ustiga bosamiz. Mana bu yerdan yaniki o'sha paste degan joyga hozirgi rasmimizni yo'lini qo'yamiz. Ozgina vaqt ichida sizlarga mana mag'lubiyat rasm qo'yib berdi. Keyingisi, demak, biz qo'yishimiz kerak bo'lgan narsa fast food feast ekan. Demak, mana bu yozuv ustiga bitta bosamiz. Teparoqqa chiqargan bo'lsak, text degan joyda mana buni o'chirib food feast deb o'qiymiz. Yozuvlarning kichikligiga e'tibor bermanglar, uni ostlardan keyin to'g'rilaymiz va qolgan joyiga esa mana bu yozuvlarni yozib qo'yishimiz kerak. Hop, bu yozuvni masalan kelib olib Google'dan xohlagan gapni qo'yamiz. Mana bu Loro Maps degan sayt bu. Mana saytdan kirib olib, mana shuncha gap olib qo'ysak yetadi. Ctrl C va Ctrl V. Buttonimiz nomini esa biz get started deb qo'yishimiz kerak. Bitta button ustiga bitta bosib olamiz va buttonni text degan joydan get started deb yozib qo'yishimiz kerak. Davom etamiz. Endi keyin qiladigan ishlarimiz bizga rasmni ustiga bitta bosib turib, rasmni ekranimiz o'rtasiga keltirishimiz kerak. Bu uchun padding funksiyasidan foydalanamiz. Tepadan kelib olib 200 beraman. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu 200 piksel pastga tushdi. Figmamizda ham shunday edi. Undan keyingisi yozuvni taxlashimiz kerak. Yozuvni rangini qoraroq, qani o'lchamni kattaroq qilishimiz kerak. Tepadagi yozuv ustiga bitta bosib turib, mana bu o'lchamdan font size degan joydan buni mana o'lchamni kattaroq qilamiz. Demak, 14 emas, masalan, 30 qo'yamiz. Font weight degan joydan buni men 700 qilaman. Ya'ni bu qalinroq chiqadi. Hurmatli tahsilchilar, ko'rishingiz mumkin. Shundan deyarli bir xil bo'ldi. Ana bu yoqqa font family degan joydan boshqa font family tanlab qo'yamiz. Robotov font familyimiz bu. Mana bizga o'zgarib qoldi. Kelib bo'lib boshqasini tanlab qo'yishimiz mumkin. Masalan, bo'lishi mumkin. Font series. Xo'sh, davom etamiz. Keyin yozuvlarni ham bularni ham tanlab qo'yishimiz kerak. Xo'p, bularni endi ikki chetdan siqishimiz kerak. Birinchi o'rtaga keltirib qo'yamiz. Ikki chetdan siqmoqchi bo'lsam, xuddi shuni yana boyagida padding funksiyasidan foydalanamiz. O'ng tarafdan o'ng beramiz, chap tarafdan ham o'ng berib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Tepadan aytib bizga o'ng berishimiz kerak, pastdan ham o'ng beramiz. Mana bo'ldi. Yaxshi, zo'r. Yozuvni ham tepadan tushirmoqchi bo'lsam, bunga ham padding degan funksiyadan foydalanib nima qilishimiz kerak? 20 ga qo'shishimiz kerak. Mana bo'ldi. Davom etamiz. Keyingi tugma taqishimiz kerak. Ya'ni tugmamiz bizga, hurmatli dasturchilar, rangi qizil. Ichidagi unaqasi esa yozuv rangi oq. Xo'p, buttonni bitta bosganimizdan so'ng pastroqqa tushib turib, font size degan joyda 16 emas 20 qilasiz. Ammo buttonni yozuv birozgina kattaroq bo'ldi. Yosh 16 normal desada 16 ni ham kelib olib, o'sha avval qayta qo'yamiz. Pastroqqa tushadigan bo'lsa, bizga mana bu yerda fill color degan joyda bu buttonni rangi shunday qizil rang tanlashimiz kerak. Biz qizil rang tanlab oldi. Xo'sh, to'q qizil narog'i. Endi button o'lchamizga kirmoqchi bo'lsam, width degan joyda 300 beraman. Height degan joydan ham buni 50 qo'yamiz. Border radius degan joydan buni mana bunday tanlab qo'ysak, mana juda ham chiroylikgina bizga nima bo'ldi? Button hosil bo'ldi.
Ya'ni battinni ko'proq pastga tushirishimiz kerak. Bu uchun padding degan funksiyasini ham bosib turib, tepadan 50 deb qo'yamiz. Ajoyib ko'rinishimiz taqdim bizga ko'rishingiz mumkin. Shu logotip o'rniga boshqa logotip ham qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bizga hozir u logotip yo'qligi uchun hozir topolmaymiz aynan shu logotipimizni. Shuning uchun rozi bo'linglar, shu logotipimiz ham bizga anchagina tushdi. Xo'sh, boshqa logo ham qo'shib qarab, masalan, kelib olib, boshqa logo bizga shuni qo'yamiz. Mana shu qo'yamiz. Copy image address hozirga kelib olib, buni o'chirib turib, bu logotip qo'yamiz. Rasm kattaroq qilishimiz ham mumkin. Xo'sh, navbatdagi qismimizda esa sizlar bilan yana tugmani bosgan paytda boshqa sahifaga o'tib ketishni qilishimiz kerak, hurmatli darsuvchilar. Bu qismni sizlar bilan keyingi darslarimizda davom ettiramiz. Bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salom berasizlar.